aslida hakamlar haqida o'yindan keyin hech qanaqa gap so'z bo'lmaydi. Hammasi chiroyli o'tadi. Va bu yo'nalishda yana bir muhim ish, VARda ham saudiyalik mutaxassis Sulton Sanat Al-Harbiy, ya'ni VARni tekshiradigan ham o'sha Ronaldolarga bemalol gapi o'tadigan insonlar. O'sha futbolchilarni gollarini bekor qilganlar hozir VARda ishlashyapti. Umid qilamiz chiroyli o'yin bo'ladi. Hammasi ideal. PFL uchun eng omadli mavsum desak mubolag'a ishlatmagan bo'lamiz. Chiqishdi futbolchilar, chiqishyapti. Andijon fan klubi qimirlayapti, bor ostimiz bor-ku. Dahshat, Andijon. Bugun nominal mezbon sifatida Navbahor qayd etilgan. O'zlarining an'anaviy liboslarida o'ynashyapti, eng yaxshi tomoni. Demak, jamoalar tarkibi ekranlarimizda. Navbahor 4-2 bilan o'ynasa kerak ko'p ehtimol. Andijon esa 4-3-3 bilan o'ynaydi. Xanikov shogirdlari. Demak, men jamoalar tarkibini tanishtirishni boshlay. Mayli, Sanjar Quvvatovdan boshlaymiz. Bu Navbahor jamoasi darvozabon ekanligini yaxshi bilasiz. 35-yil Saudiya Arabistoni hakami chaldi xushtagini. Boshlandi o'yin. Zohirjon Akromxonov uchrashuv komissari va u signal berdi. Darvoqe 2025-yildan boshlab Osiyo futbol konfederatsiyasida faoliyat olib boradi. Omad tilaymiz. Hozir esa Navbahorning hujumi, ichkariga uzatma, to'p qaytarildi. Voy. Tezroq vrachlarni chaqirish kerak. Jahli chiqib ketdi. Ikkinchi qavat kurash. Bosh qo'ygan Farg'onadagi Istiqlol stadionida ushbu uchrashuvni bevosita sharhlayapti. Qaytanga bu peshonaga yaqinroq qismi Abdug'aniyevda urilgan ekan. Abrorda u o'ng tomonga uzatib berdi. O'zining qanoti uzatma zo'r, lekin darvozabon to'pni chiqardi. Mana xato. Darvoza bo'sh. Haqnazariy. Mana hozir takrorlavdi ko'ramiz. Xatosini ushlamoqchi bo'ldi. Shut bilan uzib yuborish kerak. Kech ham qolibdi. Bitta yarimta qadamga Haqnazariy kech qolgan ekan. Bizga hujumlar, zarbalar va gollar yetishmayapti. Ha, muxlislarning hayqirig'i ham kuchaysa kerak. Ayniqsa qizil tomon yondirsa, bu tomon javob beradi va shu bilan maydondagi bahs tashqariga chiqib ketadi. Tashqaridagi bahs maydonga ta'sir qiladi. Birinchi bo'limda o'ynagan futbolchilar ikkinchi bo'limda tushib kelishdi, hech qanaqa o'zgarish yo'q. O'tgan bo'lsa, bu tomonda Jamshidlar. Boya she'rda aytilganidek. Darvozabonlarni hali tekshirib olishga imkon bo'lmadi. Birgina o'sha xatoni agar eslasak, Adhamdagi xato. Navbahorning hujumi chap tomonga to'p uzatib berildi va zarba yo'llaydigan futbolchi bor. Yorib tashladi. Ismoilov Abrorbek. Ha, nishonlaganidek o'sha futbolchi kabi zarba yo'lladi o'zi ham. Dunyo yulduzi kabi. Navbahor muxlislari jonlanishdi. Zarbasi dahshat chiqdi lekin. Zo'r chiqdi. Umuman hech qanday imkoniyat qoldirmadi va o'zining goliga o'zi birinchi bo'lib like bosyapti. Shu joyda Sayfiyevning uzatmasini ham berdi. Deyarli ishtirok etmadi shu futbolchi. Uning qanotida faollik kuzatilmadi. Sayfiyevdan uzatma. Mana bu joydagi kurash. Bam! O'zi hech kim yo'qdi. To'p sakrab turib, qullaygina oyoqqa tushib beribdi. Iskandarov ham ichkarida raqibiga yetarlicha xalaqit bergan va ana endi do'stlar o'yin boshlandi. Shunisi kerak edi. Komilov yana Arveladze yaxshi boshqaradi o'yinni. Yomon emas harakatlar va Abdumannonov yana Arveladze o'zi chiqarib beradi shekilli jonga tegdilaringda. To'p yana Abdug'aniyev uzatdi. Yaxshi uzatma edi. Mana shu zarba gol! Gol! Barobar! Toirov kichik bo'yi bilan qanday sanchib qo'ydi to'pni parashyut. Muhammad Karim. Ado bo'ldim degan qo'shiq aytgandi Muhammad Karim Soyif bir paytlar.
ado bo'ldi hozir. Himoyachilar negadir yopmadi. Shundoq parashyut qilib tushirib qo'ydi, darvozabonni baribir bo'yi rol o'ynaydi. Endi hal qilish kerak edi, fikrlash kerak edi. Arveladze boshlab oxiri berdi. uzatdi. Abdumannon mana Hop, o'zi tashab qo'ydi. Shuni aytdi u parashyut. Abdumannonovda assist gap yo'q. Zarba esa alohida mavzu. Mana bu final. Mana endi finalga o'xshayapti. Xo'p. Burchakdan zarba, uzatma qaytarildi. Ikkinchi temp bo'lishi mumkin, chunki to'p bilan Komilov ham chiqaradi albatta. To'p o'tdi va havoda zarbalari yo'q. Yana o'sha tomonga qarab ketdi. Va bu safar Sanjar Quvvatov tempni oshirib oldi-da, endi tushirishni istamayapti. Mamad Kazin topdi mana shu joydan. Yana tushir, parashyut ekan. Bu safar barmoqlari bilan chiqib o'tib boryapti. Havoda pas va hakamga Bubani qo'lni ko'rsatyapti. VAR bor deyapti hakam. Birinchi bo'lib ko'rib olamiz. Qo'lga tekkan, lekin yelkadan faktorlarni ko'rish kerak. Boshdan ekan, boshdan. Boshqa a'zodan kelsa shunaqa. Yaxshi o'ynashdi hozir Navbahor futbolchilari va Jamshid Boltaboyevda variantlar bor. Chap qanotni tanladi Ruslanbek. Qarshisida Arveladze qachon ulguryapti? Arveladze qaytishga. Havoda to'pni uzatib berish kerak, ha, Arveladze to'pni qaytardi. Burchak zarbasi. To'p qo'l bilan o'ynaldi deyapti. Arveladze faqat bosh deyapti Arveladze. Telefondan kattaroq. Bu aytar yuziga tekkan ekan nechalar. Qo'lini ko'targani chalg'ityapti-da ko'pchilikni. Ko'tarib turib sakradi-yu. Endi yana bitta sariq olsa misol uchun. G'alati qizil bo'ladi, to'g'rimi? Futbolda shunaqa hodisalar ham bo'ladi. Qizil yo'q bu yerda. Boshga burchak zarbasi. Boshga tegdi. Out. Qo'shdi Navbahor, qo'shdi. Hozir g'alabaga o'ynayapti. Mamad Kazin tepib yuborib, yaxshi vaziyat. Zarba! Eldor Adhamov. Tomosha qilamiz, ulguramiz. O'sha yerda yashayapti bor. Arveladze ham Bubani edi, Bubani. Yakunlanishi mumkin edi. Hatto avtogol bilan tugashi mumkin edi. Andijonlik futbolchilarning barchasi boryapti, qarang. Birgalashib borishyapti. Hali ovga chiqadi-yu. Bo'rilar to'dasi ana shunday borishyapti. Va ana shu xaosdan foydalanib ketadimi jamoa? Ichkarida zarba gol! Oxiri urib ketyapti jamoa. Islombek, Mamad Kazin futbolchi. Oxiri Andijon taymini ko'rsatdi finalda. Navbahor yana bir marta o'sha Limadan o'tkazgan golini kopisini o'tkazyapti. Andijondan comeback. To'rtta burchak zarbasi mana bittada ko'rsatdi. Mana bunaqa ijro etiladi. O'rtoqlar dedi. Tushdan kelgan muxlislar. Hop bitta sakraydi. Rikoshetlar va havoda yetib yutib olishni qarang. Mamad Kazinlarni uni surmasa buni suradi. Pike surmasa Ramos uradi. Bunaqa vaziyatlarni kerakli payt, kerakli joyda paydo bo'ldi deyiladi. Quvvatov to'pni olishga chiqdimi? Oxirigacha borish kerak edi. Mayli, bu yerda ko'riladi. Endi qolgan daqiqalar baribir 4-5 daqiqa bor. Yonib tutab ketsa kerak. Navbahor butunlay oldinga chiqib olib borib kiritilyapti. Xo'sh. Drama. Undan o'tdi lekin. Eng yaxshi final maqomida turibdi. Bu yog'i nima bo'lishidan qat'iy nazar. Birinchi taymni shunchaki tarixdan o'chirib yuborish kerak bo'ldi. Bu yog'i dahshat. Mamad Kazinning urishi ham bir o'ziga yarasha. Drama va hozir Navbahorning hujumi, uzatma! Gol! 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 Endi Navbahor javob beryapti 1 daqiqaning ichida. Hozir nima qildi Jiyanov do'stlar? Aytmaganmidim, qolgan daqiqalarda Navbahor ham urishga harakat qiladi, chunki ular tempni his etishdi. Zo'r final, to'g'risi. Mana ko'raylik.
kuzataylik. Outdan ofsayd yo'q. Ketdi. Ajoyib. Va kirib bordi. Avtogol ham bo'lishi mumkin yoki kim 3-raqamda o'ynayotgan futbolchi ham urgan bo'lishi mumkin. Tabatadze zaxiradan tushirilgan futbolchilar. Toma golini urdi oxiri Navbahor. Avtogol. Har xil rakurs. Hozir farqi yo'q. Shuning uchun to'g'ri ko'rsatishyapti. Asosan Jiyanovni namoyish etayotgan. Mag'lub ham yo'q, gap ham yo'q. Shuhratbek bu Andijon klubining fidoyi matbuot kotibi yig'layapti. Hali yig'lashga erta. Vakillar seriyasi. Mana yetib keldik. Oxirgi vaziyat. Abdumannonov. Uzatma. Zarba. Gol! Dahshat! Yo'q, boshqa bunaqa final qaytarilmaydi. Andijon Time'ning qo'rqinchli seriyasi do'stlar. Yo, to'xtang, tomdan tashlamang o'zingizni. Bo'ldi. Orif ushlab qoldi. Vau! 3-1 emas, 3-2. Andijon o'ynashi mumkin. Burchakni ko'raylik. Mana bu sehrli uzatmani. Ko'ksi bilan uribdi. Ko'ksi osmon. Yuragi bilan uribdi bu golni. Yuragi bilan. Ha. O'sha labeli bor, logosi bor joyi bilan. Qarab o'zingizga. Andijon uchala golini ham havodan, haqiqatdan ham bu tendensiya. O'rnatilgan tendensiya. Va uni finalda qilyapti, hakam tomonidan qo'shib berilgan bo'limlarda qilyapti, bo'limlarning oxirlarida qilyapti, Navbahor gol urgandan keyin qilyapti. Shuhratbek ko'z yoshlari. Birinchi bor tarixida Andijon O'zbekiston kubogini qo'lga kirityapti. Dramatik uchrashuvda. Bitta yutsang shunday yut. Bitta yutsang shunday yut. Tarix seni. Oxirgi sekundlargacha intriga saqlanib qoldi. Navbahor ham kurashdi. Eng zo'r final. Oxirgi daqiqalar uchun barcha futbolchilarga rahmat deymiz, tashakkur deymiz. Derbi, atmosfera, muxlislar, o'yinning intrigasi, kambeklar. Fantastika. Va haqli jamoaning g'alabasi. Qahramonlar mana shunday nishonlashadi. Bugun futbolda adolat tantana qozondi. Ko'ring va zavqlaning do'stlar. Buni endi faqatgina rejissyorlarimizdan so'raymiz, ovozini balandlatib qo'yishsin. Chunki bu yerda ularning ovozi muhimroq. Ana. Salyut ham moslashib ketdi rangi. Dahshat. Tashkilotchilikni ham xoplashibdi. Tashkilotchilikka ham respekt. Diyor gap yo'q. Qahramonlar ko'payib ketdi bugun. Sharhlovchilarni ham kimdir qayerda e'tirof etib qo'ysa xursand bo'lamiz. Xalq e'tirof etadi. To'g'ri. Bizga eng katta sovrin shu.